Salam Atabatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçilari. Inha go'zal poytaxtimiz Ashxobod shahrini ilkinchi deb yurita chaqiriqlarimiz uchun Kids Expo ahli va chaqalar uchun atli xalqaro ferisi geçirilyapti. Biz ham bu chara Atabatan media toplari bo'lib qatnashmani keldik. Mehriban tomoshachilarimiz, siz ham bu yerdan qiziqli fursatlarga tomosha etmoqchi bo'lsangiz, bizning bilan qoling. Bugungi bu charada Turkmenistonning Savdo San'at idorasi va Turkmen Expo xususiy korxonasi birgalikda keng gerimli ko'zdan kechirish, shelik ham chaqalar uchun niyatlanan bir necha xaridlaring hem xizmat ulg'amida ish olib borgan bir necha idoralaring Rossiya Federatsiyasining, Amerikaning Birlashgan Shtatlarining, Kanadaning, Germaniyaning, Portugaliyaning, Turkiyaning, Birlashgan Arab Emirliklarining, Italiyaning, Buyuk Britaniyaning, Qirg'izistonning, Qozog'istonning hamda belki yurtlarning kompaniyalari o'z önümlerini bugungi charada ko'rsatdilar.